Assalomu alaykum Fayzul Luz kanalining hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlarga yaxshi qo'zi-qo'chqonlarni obzorini qilib berishga harakat qilamiz, qadrli obunachilar. 2025-yil 6-noyabr haftaning payshanba kuni xudo xolasa videolarimiz ustida ishlab boramiz, qadrli obunachilar. Xudo xolasa Qirg'iziston, Bishkekda nasldor qo'chqonlarimiz yaxshi narsalar yetib kelgan. Xudo xolasa bularni sizlarga barcha ma'lumotlarni to'la-to'kis holatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangilar obuna tugmachasini tirsillatib bosib, like dumbillatib bosib tursalar, xudo xolasa biz qo'yib borayotgan videolar birinchilardan bo'lib yetib boradi, qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa birinchi partiyalarimizga soni 28 ta. Bular ham 28 tasi Qirg'iziston Bishkekda o'zini qo'zilari. Mana qo'zilarni xudo xolasa kalla qo'shlarni ko'rgan inson o'zi bittada bilib tushunishadi. Mana jarajonlar ko'ryapsizlar. Bular soni 28 ta. 28 tasi hammasi qo'chqor. Yosh oilaga keladigan bo'lsak, 6 oylik atrofidagi qo'zi-qo'chqonlar bor. Mana jarajonlar. Toza simjunlaridan mana kalla garbonuslarga ham bir ahamiyat berib qarab qo'yamiz. Oyoqlari baquvvat. Hamma tarafi xudo xolasa zo'r kelishgan qo'zi-qo'chqonlarimiz. Qadrli obunachilar, bular kecha yetib kelgan. Yedi, ishda sog'lik salomatlari sinovdan o'tdi. Yana bir haftaga garantiyalari bor. Uylaringga boradi, xudo xolasa bir hafta sinovdan o'tasizlar. Xudo xolasa bularni narxiga keladigan bo'lsa, narxi ishonaveringlar, qadrli obunachilar, o'ta arzon bo'ladi. Doimgidek Fayzulloh o'z kanalida o'zlar birinchilardan chiqadi. Xudo xolasa narxi ham inshaalloh o'ta arzonlaridan chiqaveradi. Qadrli obunachilar, bu narxi uni sizlar o'ylayincha 38, 37, 39 unaqasi yo'q. Mana bular o'zi qo'zi-qo'chqonlar ko'rib turibsizlar. Bular bo'ladigan narxini aytamiz bo'ldi. Qadrli obunachilar, 28 tasini olinglar, 3.600.000 so'mdan Toshkentgacha dastlabkilarni qilib yetkazib beraman. 3.600.000 so'mdan qadrli obunachilar, mana qo'zi-qo'chqonlarimiz bir qator kallalarni ham tarjim tomosha qilishlaring mumkin. Mana o'zini garbonuslariga qaranglar. Xohlasa hamma tarafi zo'r kelishgan qo'zi-qo'chqonlar. 3.600.000 so'mdan dastlabkilar Toshkentgacha besplatni holatda yetib boradi. Ichidan 10 ta tanlanglar. 10 ta tanlanglar 3.600.000 so'mdan ketaveradi. Bitta, ikkitaga kelishilgan holatda yetkazib beraman. 10 ta tanlasalar 3.600.000 so'mdan xudo xolasa chiroyli holatda dastlabkilarni qilib yetkazib beraman. Bularni xudo xolasa yoshlarga aytib, xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga ham buni keraklari chiqadi. Xudo xolasa yaxshi narsalar chiqadi. Hozir qo'zi-qo'chqonlarimiz hammasini dumbalari, kam dumba sergo'sh variantida. Qadrli obunachilar, mana narxi yoqqan bo'lsa, like tirsillab turamiz, qadrli obunachilar. Mana janovorlar. Xohlasa hammasini hamma tarafi xudo xolasa yaxshi kelishgan qo'zi-qo'chqonlarimiz. 3.600.000 so'mdan qadrli obunachilar uylaringgacha dastlabki qilib yetkazib beriladi. Like tirsillatib, kanalga obuna bo'lib, telefon qilsalaring, xudo xolasa ishlaringni 100% bitirib beraveramiz, qadrli. Qani ikkinchi partiyalarimiz bunda ketdik. Obunachilar, mana xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga yaxshi narsalar. Birinchi partiyamizdan bo'y bastalar baland. Xudo xolasa bularni ham narxlarni eshitib o'zlaring hayratda qolasizlar. Sarig'i deysizlarmi? Ichida 2, 4, 6, 8 dona sarig'idan bor. Qolgan hammasi qora kashtanlari. Mana sariqlar. Oqida deysizlar, bularni ham hammasi qo'chqor. Yosh oilaga keladigan bo'lsa, yosh oilalar 6 oy, 7 oylik orasidagi qo'zi-qo'chqonlarimiz. Mana janovorlar. Hammasini dumboshlari, kam dumba, sergo'sh varianti. Bular ham yedi, ishda sog'lik salomatlik hammasini o'tgan, yana bir haftaga garantiyalari bor. Qadrli obunachilar, mana hammasi kam dumba, sergo'sh variantida. Xudo xolasa obrazlar yemini berib, xudo xolasa boqqani tayyor. Yosh oilalar 6 oy, 7 oylik orasidagi qo'zi-qo'chqonlar. Bular ham Qirg'iziston Bishkek. Yedi, ishda sog'lik salomatlik bir haftaga garantiyalari bor. Uylarga borib bir hafta sinov olaverasizlar, qadrli obunachilar. Bularga narxiga keladigan bo'lsa, obunachilar, narxi ham o'ta arzon. Doimgidek arzon. Kanalga obuna bo'lib, like tirsillab bosib turinglar, xudo xolasa narxini arzon qilib beraveraman obunachilar. Mana janovorlarni qaranglar. Mundoq oqqan qo'zimas, hammasi sog'lom, xudo xolasa yaxshi narsalar. Mana janovorlar. Bularni ham bu 70 dan 75 gacha, 70 ga olaverasizlar, qadrli obunachilar. Xudo xolasa oborasizlar, xudo xolasa chiroyli foydasi bor qo'zilar. Xudo xolasa narxi hamma joydan xudo xolasa solishtirib, ko'rib, bemalol keyin telefon qilib olaverasizlar, qadrli obunachilar. Mana janovorlar.
Bularda narxga keladigan bo'lsak, narxi 37-38 emas qadrli obunachi. Bularda ham 3 million 600 ming so'mdan olinglar, 18 tasini dastlabki qilib 18 ta tosh qilib yetkazib beraman. Ichida 5 ta 10 ta olaman degan obunachiga 10 ta olinglar bo'ldi. 3 million 600 ming so'mdan bularda ham dastlabki xizmatlari bor. 10 ta tanlavinglar 3 million 600 ming so'mdan tanlab olsalar, uydangacha dastlabki qilib yetkazib berishga harakat qilamiz qadrli obunachilar. 3 million 600 ming so'mdan obunachilar. Xohlasa hammasini orqa oldi kelishgan qo'chqorlar. Olib borasizlar, to'tta yemini berib, xudo xolasa, obro'y kunlaringdan foydaga yurishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanaqa qo'l kelamiz, telefon qilsanglar, xudo xolasa ishlaydi, 100 ish bitirib beraveramiz. Hozircha shular.